Assalomu alaykum. Terning qarishi faqatgina voqga bog'liq deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bu albatta noto'g'ri fikr. Nega? Chunki quyosh nurlari 90% qarishga olib keladi. Bugungi videomiz SPF haqida bo'ladi. SPF haqida bilmaydigan savollaringiz bo'lsa yoki qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, o'shalarni bizga kommentlarda yozib ketsangiz bo'ladi. Biz ularga qo'ldan kelgancha hammasiga vaqtida javob berishga harakat qilamiz. SPF bu Sun Protection Factor, ya'ni quyoshdan himoya darajasi degan ma'noni anglatadi. Bu krem bizni UVB nurlaridan, ya'ni quyoshda kuyishdan qanchalik himoya qilishini ko'rsatadi. SPF 30 deb yozilgan sun kremlarni ko'rsangiz, quyosh kremlarini ko'rsangiz, ular 97% UVB, ya'ni shu qoraytiradigan quyosh nurlarini o'tkazmaydi. SPF 50 bo'lsa, 98% ni to'sib turadi. Quyosh nurlari o'zi turli xil bo'ladi: UVA va UVB. UVA bu bizani qaritishga va ajinlarimizni ko'paytirishga majbur qiladigan nur. Undan tashqari UVB ga keladigan bo'lsak, u bizani terimizni kuyishga majbur qiladigan, qoraytiradigan nurlar hisoblanadi. SPF foydali bo'lishi uchun uni to'g'ri surish kerak. Yuz uchun kerak bo'ladigan 2 ta barmoq miqdorida olib, uni teringizga surasiz va undan tashqari 15 daqiqa oldin sursangiz, SPF kremi sizni teringizga singib, ko'proq yordami tegadi. Har bitta tovar haqida noto'g'ri tushuncha bo'lganda, SPF haqida ham ko'p odamlar bilmaydigan yoki xato tushunchalar mavjud ekan. O'shalardan 3 tasi haqida bugun gaplashib o'tamiz. Birinchisi bu to'q teriliklar. Agar jaydari qilib aytadigan bo'lsak, qoraroq bo'lsak, SPF surishimiz shart emas degan tushuncha. Bu albatta noto'g'ri. Nega? Chunki tanangizda terini qoraytiradigan melanin degan modda bor. Bu albatta quyosh nurini kamroq o'tkazadi, lekin bu yetarli emas. Baribir quyosh nurlari o'tishni boshlaydi. Ikkinchi noto'g'ri fikr, bu bulutli kunlarda SPF surish shart emas degan narsa. Aslida esa UV nurlari, boya aytgan UVA, UVB nurlarimiz bulutlardan o'tadi. Uchinchi noto'g'ri fikr, bu o'zimda bor fikr edi. Agar uyda bo'lsam, men ham SPF ishlatmas edim. Aslida unaqa bo'lishi kerak emas ekan. Nega? Chunki quyosh nurlari oynadan o'tadi va oynani oldida ko'p o'tirsangiz, sizga SPF kerak bo'ladi. Bizani xulosamiz nima bo'lyapti? SPF faqat plyaj uchun emas, har kuni ishlatish uchun kerak bo'ladigan mahsulot. Bugungi himoya ertangi sog'lom teridir. Shuning uchun SPF ishlatishni unutmang. Obuna bo'lib qo'ying va agarda video yoqqan bo'lsa, bizga like bosing. Rahmat.